akkumulyatorini olib, perforatorni teshyapti. Shunda ham yong'in chiqmadi-da. Shunda Toyota ham, Tesla ham mana shu BYDdan batareyalar olyapti. Sotuv va marketing masalasi Xitoy tomonidan amalga oshiriladi. Taqsimot nimaga bunday qilingan? Maxfiylikni ta'minlagan holda o'z vazifalarini oldiga qo'ygan. Eksport ham bormi? Yaqin orada boshlash rejamiz bor. Elektromobillar odatiy an'anaviy avtomobillarga nisbatan bugun qimmatroq. Qurilmalarga biz 8 yilgacha kafolat beryapmiz. Xitoyliklar bilan ishlash osonmi? Bularning yaxshi tomoni juda tez. Dunyoda hech kim buni oldiga tusha olmayapti. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Renessans TV'da yana ko'rgandan xursandmiz. Sherzodxon Qudratxo'ja bilan loyihasi davom etadi va siz bilasiz, biz bu loyihada juda ko'p dolzarb masalalarda, mavzularda suhbatga taklif qilamiz. Bugungi ham shunday bo'ladi. Biz e'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta ko'rsatuvlarimizni O'zbekistondagi yirik bugungi avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyani taklif qildik. O'z avtosanoat vakillarini taklif qildik. Va bugun ham biz BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasi rahbariyatini taklif qildik. Bu juda katta kompaniya. Bu BYD dunyodagi o'sha birinchi o'zi akkumulyator ishlab chiqaradigan bo'lgan. Keyin shu elektr motor ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lgan. O'zi keyin mashina ishlab chiqarish boshlagan. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Xitoyga tashrifi davomida bu kelishuv bo'lgan va ular o'zlari borib shu zavod bilan tanishganlar va O'zbekistonga kelishiga muvaffaq etilgan. Hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari, ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman. Bu zavod Jizzax viloyatida joylashgan bo'lib, 2024, ya'ni o'tgan yilning 27-iyun kuni ochilgan va shu kuni uning konveyeridan ilk avtomobil tushgan. Bugungi kunga qadar 20 mingdan ortiq avtomobil ishlab chiqarildi. Faoliyat endi boshlanyapti va bugun biz qo'shma korxonaning bosh direktori Azizbek Muhiddinov, assalomu alaykum, va korxonaning mahalliylashtirish, kooperatsiya, xaridlar va ta'minotchilar sifati bo'yicha bosh direktor o'rinbosari Shavkatbek Alimovni studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan bugun qo'shma korxonaning faoliyati va alaykum assalom, kelgusi rejalar hamda kompaniyaning istiqbol rejalari to'g'risida gaplashamiz. O'zimning kuzatuvlarimni aytaman. Boshida BYD O'zbekiston bozoriga kirib kelganda turli taxminlar bo'ldi. Men bilaman, Tiko Nexia chiqqanda ham shunday taxminlar bo'lgan odamlarimizda. Mana biz ikki vakilimiz ham Andijondan, o'zi avtomobil sozligi vatani, kichik vatani Andijon hisoblanadi va juda ko'p skeptiklar bo'lgan. Lekin men o'zim yaqinda ko'rdim, O'zbekistonni mashina bozorida deyarli bugun 100 mingdan oshiq BYD mashinalari bor. Men o'zim ham foydalanaman. Shunday bo'ldiki, biz yaqinda toqqa chiqdik. Toqqa chiqqanda ham bu Chimyonga supuradigan eng baland joyga bu 1460. Shunda bu safar men endi boshqa mashinada chiqdim. Mayli, markasini aytmayman, lekin u benzinda harakatlanadi. Chiqayotganda men aytdim, tog'ga chiqish yaxshi, manzarasi desam, yonimdagi haydovchi aytdiki, manzarasi yaxshi-ku dedi. Lekin shu katta yo'ldan o'ngga qarab yurganingizda Chimyonga qarab tepaga ko'tarilish boshlanadi. Shu ko'tarilishga, podyomga dedi, elektromobil yaxshi dedi. Haqiqatan ham e'tibor berdim, chunki oldingi safar men o'zim mashina haydab chiqqanimda juda mashina yengil chiqqan. Bugun oddiy odamlarimiz ham tushunyaptiki, mashinaga shu tepaga chiqqanda o'sha o'zimizning odatiy motorda, ya'ni o'sha benzinda ishlaydiganlardan ko'ra bugun gibrid elektromobillarni odatiy mashinalar bilan taqqoslaganda afzalliklari ko'rinyapti. Endi mana shunday savolim borki, mana hozir men aytdim, shu O'zbekistonda bu yagona loyiha deb. Nega shunday bo'ldi va BYD Uzbekistan Factory'ning tashkil etishi, BYD'ni hamkor sifatida tanlanishini sabablaridan nima bo'lgan va bu O'zbekistonga nima beradi? Marhamat. Birinchi o'rinda muhtaram prezidentimizni xalqimizni eng xavfsiz, sifatli, ekologik, toza avtomobillar ta'minlashga bo'lgan tashabbuslari hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi deb o'ylayman. Bundan tashqari hukumatimizni O'zavtosanoatni BYD kompaniyasi o'rtasida BYD elektr avtomobillari, gibrid avtomobillarini ishlab chiqarish, shuningdek uning komponentlarini to'liq siklli ishlab chiqarishni tashkil qilish bo'yicha kelishuvga erishganini aytib o'tish mumkin. Endi nega aynan BYD tanlandi degan savolga xabaringiz bor. BYD bugungi kunda elektr avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallayapti. Agar sonlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, dunyoda ishlab chiqarilayotgan elektr avtomobillar ulushi sifatida 21%ni BYD elektr avtomobillariga to'g'ri keladi. Agar oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, bugungi kunda sotilayotgan har 5-chi elektr avtomobil bu BYD avtomobili hisoblanadi. Yana qo'shimcha sifatida aytish kerak, 25-yilda Fortuna Global 500 talik ro'yxatda BYD kompaniyasi 143-o'rindan 91-o'ringa ko'tarilgani bu kompaniyaning eng tez rivojlanayotgan kompaniyalarni qatoriga kiritadi. BYD kompaniyasini nega O'zbekistonni tanlagan degan savolga javob,
Bunga misol qilib 5 ta faktorda aytishim mumkin. Muhtaram prezidentimizning boshchiligida agar yaqin 10 yillikda qaraydigan bo'lsak, birinchi faktor bu iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanayotganligi. Har bitta tizim yo'nalishlarida oladigan bo'lsak, tarmoqlarni oladigan bo'lsak, doimiy ravishda o'sib bormoqda. Albatta bu narsa BYD kompaniyasini O'zbekistonda tahlil qilayotganda juda ham bir katta rol o'ynaydigan faktorlardan bittasi hisoblanadi. Bundan tashqari investitsion yaratilayotgan muhit, investorlarni himoyalashga, investorlarga yaratilayotgan sharoitlar va shu jumladan davlatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishda olib borilayotgan ishlar bu yana juda katta bitta faktorlardan bittasi bo'ladi. Bundan tashqari yashil makon yo'nalishi. Albatta o'zingiz bilasiz, BYD bu elektr avtomobil, yashillikni bir belgisi. Shu sababdan bu yo'nalish bo'yicha qilinayotgan ishlar albatta bu faqatgina bizga ijobiy bir taraflama yondashilgan deb o'ylayman. Yana bir faktorlardan bittasi bu hali aytib o'tganimdek, kadrlar, texnologiya yo'nalishi 30 yillik tarixga ega bo'lganligimiz bu BYDni O'zbekistonga qo'rqmasdan kirishi va ishlab chiqarishni tashkil qilishga bo'lgan ishonchidan bitta sabab bo'lgan. Va yana bir 5-faktor bu geografik joylashuv. O'zbekistonda ishlab chiqarishni tashkil qilgan holda bir hab tashkil qilib, qolgan qo'shni davlatlarga eksportni amalga oshirish eng qulay va eng aytaylik tez amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Menimcha shu 5 ta faktor albatta O'zbekistonni tanlashga bir sabab yoki bir turtki bo'lgan deb ayta olamiz. Ular tomonidan boshqa davlatlar muqobil sifatida ko'rilganmi, yo'qmi? BYD kompaniyasi tomonidan albatta boshqa davlatlar ham muqobil sifatida ko'rilgan. Birinchi o'rinda xabaringiz bor, BYD hozir aytib o'tganimdek dunyoda birinchi o'rinda elektr avtomobillar ishlab chiqarish bo'yicha kompaniya va albatta Markaziy Osiyodagi va umuman qo'shni o'sha SNG davlatlaridagi davlatlarni iqtisodiy holati, investitsion muhiti, ishlab chiqarish, kadrlar salohiyati, texnologik imkoniyatlari to'liq o'rgangan holda men o'ylaymanki, O'zbekiston o'sha holatda anchagina ilgarilab ketganini aytganda O'zbekiston tanlangan degan xulosaga kelish mumkin. Hozir qancha ish joyi yaratilgan? Hozirgi kunda 1600 nafar malakali mutaxassislar o'z ish faoliyatini samarali olib bormoqda. Bu juda muhim ko'rsatkich. 1600 odam degani bir oilada o'rtacha 4-5 odam yashaydigan hisobga oladigan bo'lsak, bu qanchadan qancha xonadonga mana shunday rizqni ham beryapti yaratgan. Endi sizga savolim Shavkatbek. Mana biz hozir gaplashdik, bir xil odamlar o'ylaydiki, shu mashina Xitoydan keladi, unga 4 dona g'ildirak qo'yiladi-da, bu bizga olib chiqib sotiladi deb o'ylaydi. Va shuning uchun men savolim sizga, bizda bugun O'zbekistonda juda ko'p elektromobillar bor, juda ko'p. Lekin biz o'zimiz shu ishlatgan davrda ko'ramizki, muammo bo'ladi, agarda o'sha norasmiy dilerdan olsak yoki o'sha servisi bo'lmaydigan bo'lsa, yaqinda o'zimda ham bo'ldi holat, ko'chaning o'rtasida mashina to'xtab qolish bo'ldi. Tushunmaysiz uni tilini gapirganda, chunki Xitoy tilida gapiradi ko'pi. Keyin servisda muammolar bo'lyapti-da. Mashina zo'r, qulay bo'ladi, lekin uni rasmiy bu yerda nimalari yo'q, servis xonalari boshqasi. Shuning uchun sizga savolim, bugungi kunda BYD avtomobillarini mahalliy zavodda ishlab chiqarish qanday yo'lga qo'yilgan? Va ikkinchisi, hozirgi kunda ishlab chiqarish quvvati qancha va qanday innovatsion texnologiyalardan biz foydalanmoqdamiz? Bizning zavodimiz 27 gektar hududda joylashgan. Unga 160 million dollar investitsiya yo'naltirish orqali 600 dan oshiq eng zamonaviy uskunalarni olib kelganmiz. Bu yerda to'liq siklda ishlab chiqarish tashkil qilingan. Bu degani paymantlash, 3000 ga yaqin paymant nuqtalari zavodda o'zida paymantlanadi. Undan keyin to'liq siklda bo'yash, ya'ni mana shu kuzovni yog'sizlantirishdan tortib 4 ta qalinlikda qatlamda kraska laklar berishgacha o'zimizda amalga oshiriladi va yig'ish jarayonlari. Bunda 100 dan oshiq eng zamonaviy jahonni KUKA, ABB degan nomdor kompaniyalarning robotlarini olib kelganmiz. Bizda svarka qilish, ya'ni paymantlashda ham robotlar, ikkita liniyamiz bor. Biri ruchnoy deymiz, ya'ni qo'lda bolalar paymantlaydigan bo'lsa, ikkinchi liniyamiz to'liq 100% avtomatlashgan liniya. Bo'yashda, kuzovda hammadan ABB robotlar bo'yaydi. Hamda yig'ish jarayonida ham bizda robotlar mana shu akkumulyatorlar og'ir bo'lganligi uchun ularni o'rnatishda robotlar yordam beradi, dvigatellarni yig'ishda. Bundan tashqari bizda laboratoriya, 3 ta katta laboratoriyamiz bor. Bu kuzovni geometrik o'lchamlarini o'lchash, u yerda Hexagon kompaniyasining eng zamonaviy yuqori aniqlikda 20 mikrongacha aniqlikda o'lchaydigan laboratoriya uskunasi bilan jihozlangan. Undan tashqari bizda mana shu SNGda yagona hozircha bo'lib turibdi laboratoriya. Bu lazer bilan masofadan turib tekshirish, ya'ni beskontaktniy izmereniya bor. Buni ham aniqligi hamda tezligi juda ham yuqori. Bundan tashqari bizda kimyoviy laboratoriyamiz bor, bo'yoqlash sexida hamda yig'uv jarayonida mana shu kuzovda o'lchamlarini nazorat qilib boruvchi laboratoriyalardan iborat.
Bundan tashqari ishlab chiqarish faqat ishlab chiqarish bilan bog'liq emas. Bizda logistik markazimiz bor. Bu yerda 1300 ta konteyner sig'imli, u yerga temir yo'l tortib kirilgan, 41 tonnalik kranlar o'rnatilgan. Nafaqat biz zavodga, bu kelajakdagi kengayishni ham inobatga olib, mana shu bizni butlovchi qism yetkazib beruvchi kompaniyalar ham foydalanishi mumkin bo'lgan logistik markaz tashkil qilingan. Undan tashqari hozirgi kunda mana zavod quvvat haqida savol berdingiz. Bu 50 mingta yiliga ishlab chiqarish quvvati tashkil qilingan. Ikki xil model ishlab chiqaryapmiz, Song Plus Chempion hamda Chazor. Lekin kelajakda biz mana boshqa sotilayotgan modellarni yaxshi ommabop xalq tomonidan yaxshi qabul qilingan modellarni ishlab chiqarishga o'zlashtirish reja qilingan. Keyingi bosqichda biz 200 mingtaga olib chiqmoqchimiz, bosqichma-bosqich 500 mingtaga ishlab chiqarish quvvatini oshirib bormoqchimiz. Bu nechinchi yilga mo'ljallangan 500 mingta? Hozirgi kunda 2030-yillarga. Endi bu bozor biz kutgandan ochig'ini aytaman tez ketyapti. Ya'ni Eksport ham bormi? Eksportga hozirgi kunda biz sertifikatsiya ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana shu yaqin qo'shni davlatlarda va yaqin orada boshlash rejamiz bor. Mana hozir keling, endi biz yaxshi mana mavzuni ochyapmiz, sifat. Bu sifat juda muhim mezon. Bu chunki sizga berilgan eng yaxshi baho shu bilan bo'ladi. Va bizni bozorimizda odamlar juda sezgir, bilasiz. Shu o'ziga xos bir internetdagi avtobozor bor, shunda darrov uni baho berib qo'yishadi. Yana biz bilamiz, sizlarda xorijiy mutaxassislar ham ishlaydi, ekspertlar deymiz. Ular boshida qancha edi, hozir qancha bo'ldi va bugun oddiy qilib jaydarib qilib aytganda BYDda sifat nazorati qanday tashkil etilgan? Rahmat, sifat haqiqatda bugungi kunda hal qiluvchi masala desak ham bo'ladi. Ayniqsa yangi texnologiyadagi avtomobillar kelganda odamlarda ikkilanch bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? 2 yil, 3 yilda, 5 yilda qanday bo'lib kutib turadi? Qani qo'shnim olsin, qarindoshim olsin, minyapti, so'raydi. Ishonchsizlik bo'ladi. Ishonchsizlik bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizda sanoat tilida 4M degan narsa bor. Ya'ni bu man, machine, method, material deymiz. Ya'ni bu inson omili, mashina, mexanizmlar, ya'ni metod, texnologik jarayon. Hozirgi kunda mana shu to'liq 4M jarayoni bu Xitoyni, BYDni eng xalqaro standartlarga javob beradigan holatda o'rnatilgan zavodimizda. Ya'ni jarayonlar to'liq sifatni boshqarish tizimi, texnologik jarayonlar, IT tizimlar, bu hammasi BYD global standartini joriy qilganmiz. Undan tashqari xodimlarimiz men masalasida bular hammasi chet elda, o'sha Xitoyda zavodlarida malaka oshirib qaytishgan. Hozirgi kunda ham 20 dan oshiq bizning mutaxassislarimiz Siandagi zavodda malaka oshirishmoqda. Hamda IT sistema deymiz, bizda 7 ta katta ishlab chiqarishni boshqarish, sifatni, omborni boshqarish, yetkazib berishni boshqarish degan katta sistemalar joriy qilingan. Bu raqamlashtirish orqali sifatni kuzatib turiladi. Yuqori aniqlikda laboratoriyalar, robotlar, bu hammasi eng mukammal sifatni ta'minlashga bizga yordam beradi. Hamda bugungi kunda mana kafolat xizmatlarini aytadigan bo'lsak ham, biz 8 yilga batareyaga eng odamlarni xavotirli soladigan masalalar bo'lgan qurilmalarga biz 8 yilgacha kafolat beryapmiz. Undan tashqari mana eng katta yana yutuqlarimizdan aytib o'tsam bo'ladi. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarish tashkil qilingandan keyin mana shu milliy qadriyatlarga e'tibor qaratib, hozir o'zbek tilida o'qish, o'zbek tilida eshitishdan tashqari o'zbek tilida mana mustaqillik 34 yilligiga bayramimizga o'zbek tilida ovozli yordamchini ishga qo'ydik. Bu dunyoda birinchi bo'ldi. Bunaqa o'zbek tilida mashina ovozli gapirsangiz qabul qiladi va Sprite degan Song Plus modelimizni, chempion modelimizni taqdimoti bo'ldi, chegirmalar berildi. Mana shu rivojlanish, mana shu xodimlarni rivojlantirish orqali mana shu hamma narsaga erishib borilyapti. BYD zavodining tashkil etilishi ikki davlat rahbarining uzoqni ko'zlagan siyosiy irodasi va samimiy do'stlik hamkorligining samarasidir. BYD bilasizmi, juda qisqa muddatda ko'p yangilik kirdi va ko'p qulayliklar qildi va o'sha ma'lumot odamlarning mehriga sazovor bo'ldi. Yana bir gap qo'shimcha qilmoqchi edim. Siz aytsangiz reklama deb bo'ladi, men aytsam tabiiy bo'ladi. Men bir rolik ko'rdim. O'sha rolikda akkumulyatorni olib perforatorni teshyapti. Shunda ham yong'in chiqmadi-da. Bu xavfsizlik. Bu xavfsizlik. Bu o'sha BYDni dunyo bo'yicha tan olingani, shuning uchun ham BYDni akkumulyatoridan hamma foydalanadi. Bu xavfsizlik. O'sha
O'shanda olov chiqmadi, men qoyil qoldim. Buni biz zavodimizga ham yaqinda shu bir guruh ommaviy axborot vositalarini, dilerlarni va xaridorlarni taklif qildik va u yerda demonstratsiya qilib ko'rsatdik. Haqiqatda Ha, Toshkentda ham, ha? Jizzaxdagi Jizzaxda. zavodda, ya'ni portlamasligini, yonmasligini. Bugungi kunda BYD Blade batareyasi bu unikalniy batareya, eng yuqori shu innovatsion, uni o'zi BYD yaratgan, patentini ham o'ziga tegishli va hozirgi kunda Toyota ham, Tesla ham mana shu BYD dan batareyalar olyapti. Ular ichida yozadimi shu motor BYDdan deb yo'qmi? Batareyani Blade batareya desa o'sha faqat BYDda bor. Blade shunda. Shunday. Bu patent qilingan. Patentlashtirilgan. Rahmat sizga. Endi hozir biz yaxshi raqam aytdik, 4,5 million avtomobil dedikda. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham juda muhim. Odamlarimiz uchun muhim, xo'jaligimiz uchun muhim. Endi mana bitta savolki, albatta bugun biz qachonki daromadni O'zbekiston ko'paytiradi, qachonki bu yerda mahalliylashtirish bo'lsa. Bugun mana sizga shu yana bitta savolim, mahalliylashtirish uchun mana shu BYD O'zbekiston Factory'da bu jarayonni kengaytirish uchun va o'zimiz ishlab chiqaradigan qismlarni ko'paytirish uchun qanday rejamiz bor? Va bu borib qanday ko'rsatishga keladi? Mahalliylashtirish biz uchun juda ham dolzarb va muhim masala hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekistonda mahalliy butlovchi qismlarda ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ko'p. Ya'ni bizda ancha bu bo'yicha tajribamiz bor. Bugungi kunda hozirgacha 60 dan ortiq mahalliy butlovchi qismlar mahalliylashtirildi. Bu birinchi o'rinda ishlab chiqarishni o'zi to'liq siklda mahalliylashtirildi. Ana endi navbat butlovchi qismlarga o'tildi. Hozirgi kunda barcha yirik butlovchi qismlar bu mana shu o'rindiqlar, oynalar, tashqi plastik qismlar, polik deymiz, ichki interyer qismlari, plastik benzabak, bular hammasi mahalliy korxonalardan ta'minlanyapti. Buni natijasida birinchidan yaxshigina tannarx tushirishga erishilyapti, qo'shilgan qiymat yaratilyapti hamda bu yerda eng asosiysi ishlab chiqarishda yetkazib berish vaqti. Ya'ni sizni ta'minotchi korxonalaringiz yoningizda joylashgan bo'lsa, ishlab chiqarishda samaradorlik oshadi. Shu nuqtai nazardan juda ham foydali bo'lyapti. Endi kelajakdagi niyatlar biz hozir ikkinchi bosqichda mis simlarni lokalizatsiya qilish, ya'ni mahalliylashtirish rejalashtirganmiz. Buning uchun nafaqat O'zbekistonda mavjud korxonalar, balki BYDni o'zini oilasiga tegishli ta'minotchi korxonalarni ham O'zbekistonga jalb qilyapmiz. Mana shunda misol sifatida GAH degan kompaniya bugungi kunda Jizzaxga kelib o'zini zavodini qurib faoliyatini boshlayapti va 28 xil turdagi simlarda, undan tashqari keyingi bosqichda rezina butlovchi qismlarda, 16 xil rezina butlovchi qismlarda mahalliylashtirish rejalashtirilgan. Mana shu bu detallar keyingi yilda birinchi choragida reja qilganmiz mahalliylashtirishda va undan keyin bosqichma-bosqich BYDning kuchli tomoni juda ko'p butlovchi qismlar o'zi ishlab chiqaradi. Batareyani ham o'zi ishlab chiqaradi, chiplargacha o'zi ishlab chiqaradi, motorda o'zi ishlab chiqaradi. Bularni ham asta-sekin O'zbekistonga olib kelish reja qilganmiz va buni kelishuvimizda ham bor. Bizda ob'yem oshgan, ya'ni ishlab chiqarish hajmi oshgan sari vaqt kelib batareyalarni ham lokalizatsiya qilish rejamizda bor. Xitoyliklar bilan ishlash osonmi? Xitoylar bilan ishlash yaxshi savol. Endi ochig'i biz oldin boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatlar bilan ishlaganmiz. Men o'zim ham Asaka zavodida ham ko'p yil ishlaganman. Xitoyliklar bilan ishlash juda tez. Bularning yaxshi tomoni juda tez, juda yangilikka o'ch. Mana BYD kompaniyasining o'zi DNKsi qanaqadir innovatsion kompaniya. Bu yerda kuniga 23 ta patentga ariza topshiryapti. 17 ta patent olyapti kuniga. 30 mingdan oshiq ilg'or patenti bor dunyo bo'yicha. Dunyoda hech kim buni oldiga tusha olmayapti. Shuning endi bu tempda ishlash uchun loyiq bo'lish kerak deb partnerlaringizda bugun siz aytgan qo'shimcha qiymatdagi yaxshi mahsulot ishlab chiqarish, daromad, ko'p foyda keltirish uchun bizga yaxshi kadrlar kerak. Mana sizga savolim shundayki, bugun O'zbekistonda o'zida juda katta 35 yillik qariyb avtomobilsozlik maktabi bor. Bu juda yaxshi bo'lgan shu Andijonda ochilishi, kelgusi rivojlanishi to'g'ri, inqirozli paytlari bo'ldi. Pastu balandliklari bo'ldi, lekin biz kadrlar bilan yutdik. Shuning uchun men sizga savolimki, bugun kadrlar bilan yaxshi ishlash, umuman korxonada bugungi kunda qanday ishlar olib borilyapti? Juda ham yaxshi savol. Ular qayerdan o'qib kelyapti oldingizga?
Hozirgi kunda kadrlar bu aynan hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladigan bir ishlab chiqarish yo'nalishidagi masala hisoblanadi. Hozirgi kunda korxonamizda aytib o'tganimdek 1600 ga yaqin kadrlar faoliyat yuritayotgan bo'lsa, mana ekspertlar haqida gapirdingiz. Hozirgi kunda 80 dona ekspert ishlayotgan bo'lsa, bu oldinlari 150 dan ziyod ekspertlar mavjud edi. Mana bugungi kunga kelib 80 dona va yana yil yakuniga kelib bosqichma-bosqich ularni sonini o'zimizni mutaxassislar bilan almashtirish reja qilib olingan. Hozir o'sha reja bo'yicha ketyapti. Mana o'tgan yili agar misolida qaraydigan bo'lsak, 40 donaga yaqin xodimlarimiz Xitoyning BYD o'sha kompaniyaning turli xil yo'nalishlari bo'yicha malaka oshirib keldi. Bu yil ham mana 25-yilda boshida 20 nafar, hozir mana aytib o'tildi 23 nafar yana yoshlarimiz, aynan yoshlardan tanlandi. Payvandlash, bo'yoqlash, robototexnika, bundan tashqari yana sifatni nazorat qilish, texnologiya yo'nalishlari bo'yicha malaka oshirish yuborildi. Bu bizda doimiy tizimlik amalga oshirish yo'lga qo'yilgan va eng muhimi kadrlar deganda O'zbekiston avtomobil sanoati 30 yillik tarixga mana hozir ega bo'lgan. BYD'da O'zbekistonga kirishini nega degan savolga ham menimcha bu bitta faktorlardan bittasi. Kadrlar salohiyati yetarlicha rivojlanib bo'ldi. 30 yil davomida biz turli xil yo'nalishlar bo'yicha texnologlarni tayyorladik. Turli xil yo'nalishlar bo'yicha o'sha payvandlash deymiz, bo'yoqlash deymiz va boshqa o'sha ishlab chiqarishda yo'nalishlari bo'yicha yetarlicha kadrlarga ega bo'ldik va albatta BYDning kirishi bu BYDdagi yangi innovatsiyalarni bizga olib kirish, ishlab chiqarishda va ular bilan albatta tajriba almashishimiz juda ham katta imkoniyat yaratdi bu yerda. Jizzax shahrimizda mana shunday BYD zavodi ochilishi juda ham katta yangilik va juda ham ko'plab ish o'rinlarini keltirib chiqardi va ulardagi oylik maoshlari ham yetarlicha, bizga berilayotgan imkoniyatlar esa juda ham a'lo darajada. So'nggi texnologiyalarni o'z ichiga olgan avtomobillar chiqayotganidan juda ham mamnunmiz. Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi kunda kadrlarni tayyorlash yo'nalishida Uzavtosanoatni tizim korxonalari bilan doimiy ravishda tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Doimiy ravishda shu har yilda yo'q degan 300 ta 200 ta odamimizni, mutaxassislarimizni tizim korxonalariga yuborgan holda ularda tajribasini oshirish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari dual ta'lim tizimi yo'nalishida juda ham bir muhim yo'nalish hisoblanyapti hozirgi kunda, sababi juda ham ko'p bizdagi mutaxassislar oliy ma'lumotga ega bo'lmagan holatlari mavjud. Ularga mana sharoit yaratib berildi yurtboshimiz tomonidan. Juda keng miqyosda universitetlarimiz, institutlarimizda bu yo'nalishlar joriy qilindi. Barcha yo'nalishlar bo'yicha muhandislik yo'nalishi, iqtisodiyot yo'nalishi, vaholanki qaysi yo'nalishlarda bizga kadrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ularda o'qitib, o'zimizda faoliyat yuritishiga sharoit yaratilgan. Bizga mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojimizni o'sha 30 yillik tariximiz bizga ta'minlab bera olyapti. Mana Xorazmda bir vaqtlar agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, bir vaqtlar Andijondan borib o'zimiz yordam berib, ishga tushirib, Xorazmdagi zavodni ishga tushirib, texnologiya yo'nalishi, ishlab chiqarish yo'nalishi va holatki hamma yo'nalishlar bo'yicha yordam berib ishga tushirganmiz. Mana bugun BYDda ishlab chiqarish yo'nalishini yo'lga qo'yishda Xorazmdan mutaxassislar kelib, tayyor mutaxassislar bizga yordam beryapti. Bu kelajakda aytaylik yana ham katta bir sanoatning rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shib boradi. Keyingi savolim shunga yaqin, mana sizga Shavkatbek. Biz bilamiz Jizzax viloyatidagi muhandislik maktabi bor, to'g'rimi? Shu to'g'risida gapirib bersangiz va u yerda yoshlar uchun qanday imkoniyatlar yaratadiki va ular o'z bilimlarini amaliyotda qanday qo'llaydilar? Marhamat. Avval boshda aytib o'tdingiz, Jizzax uchun avtomobilsozlik yangi soha. Haqiqatda bu yerda sanoat, avtomobilsoz sanoatiga mos xodimlarni yetishtirish biz uchun juda ham muhim. Hozirgi kunda ustoz shogird sifatida boshqa zavodlarda ishlab kelgan, malaka oshirganlarni biriktirganmiz olib kelib. Shu bilan birga mana shu 468-prezidentimizning qarori bo'yicha Jizzax viloyati Jizzax Politexnika instituti eng katta muhandislik oliy o'quv yurtlaridan hisoblanadi. 10 mingdan oshiq studenti bor. Shu yerda muhandislik markazini tashkil qildik. U yerda 70 ga yaqin uskunalar olib kelib, zavodda mini zavod tashkil qildik desak ham bo'ladi. Shu yerda o'zida. Juda zo'rda, bolalar ko'zi pishadi. Ham nazariya, ham amaliy. Amaliyot shunday mini sexlar qildik. Mana shu zavodda bor qurilmalarni hammasini o'rnatdik. Ya'ni bizda maintenance deymiz, ya'ni texnik xizmat bo'limidan tortib ishlab chiqarish, shu uchala sexlar, ularda qurilmalar, ishlatiladigan jihozlar, protsesslar, jarayonlar, sifat tizimlari hammasi shu yerda o'rgatiladi. Undan tashqari amaliyot xonalarida ishlab chiqarishda o'zini standartlari bor. Mana shu standartlarni o'rgatadigan
IT tizimlarni o'rgatadigan, mashinani tuzilishini o'rgatadigan, chunki bu elektromobillar baribir an'anaviy mashinalarga nisbatan, avtomobillarga nisbatan farq qiladi. Yuqori kuchlanish bor bularda, batareya bor, xavfsizlik talablari sal boshqacharoq. Shularni o'rgatadigan xonalar tashkil qildik va hozir u yerda 10 milliard so'm atrofida biz mablag' ajratdik buning uchun. Hozirgi kunda 3-4 kurs talabalar, shu endi iqtidorli talabalar, til bilgan, mana shu aniq fanlarga qiziqqan, eng asosiysi avtomobil sanoatiga qiziqqan bolalarni tanlab olib, shu yerda o'zimizni menejer, ya'ni mutaxassislardan ajratganmiz vakil sifatida, ham ular ham borib o'qituvchilik qilib ishlaydi, hamda domlalar bilan birgalikda amaliyot zavodda, u yerda o'qish tashkil qilib shu jarayon yo'lga qo'yildi. Endi kelajakda buni rivojlantirishimiz kerak. Hali bu endi boshlanayotgan yo'nalish. Bolalar qaysi joylardan masalan? Bu bola hammasi Jizzaxlik. Hammasi Jizzaxlik. Bizda hozir ishchilarda 100% Jizzaxlik. Ishchi xodimlarda 100 brigadir, masterlar 100% Jizzaxlik bo'ldi. Injener, menejer va boshqaruvchi direktorlar boshqa zavodlardan mana shu hozir rahbarlar yetishib ertaga bular o'zi ham boshqa joyda ishlaydi. Butun dunyo. Bizning maqsadimiz hozir bizda mana butlovchi qism ishlab chiqaruvchilar yonimizga kelib joylashyapti. Ular bizdan kadr so'rayapti. Berishimiz kerak. Chunki biz bermasak bo'lmaydi. Biz ular yetishtirib beramiz va o'zimiz yana yetishtirishda davom etamiz. Orqasidan topilgan daromadni mazasi ham boshqachada. Albatta. Rahmat. Endi keyingi savolim yana Azizbek sizga. Bugun sizlarda bilamiz shu BYD O'zbekiston Factory asosan ishlab chiqarishlar, ya'ni avtomobil ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Sotuv va marketing masalalari esa Xitoy tomonidan amalga oshiriladi. Taqsimot nimaga bunday qilingan va bu qanday omillar bilan bog'liq? Yaxshi savol. BYD sotuvni va ishlab chiqarishni taqsimot qilinayotganda birinchi o'rinda bilasizmi, BYDda hozirgi kundagi xalqaro tajribasi sotuv yo'nalishi bo'yicha, marketing yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik, lekin sotuvni jahon tajribasini O'zbekistonda qo'llash masalasi biz uchun muhim ahamiyat kasb etadigan yo'nalishlardan bittasi. Vaholanki BYDda bunday tajriba bor. Sotuv yo'nalishida ham, marketing yo'nalishida ham agarda hozir e'tibor beradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, O'zbekistonda BYDni servisga qaratayotgan e'tibori, sotuvga qaratayotgan e'tibori, o'zingizni agarda BYD dilerlik markazlariga borib murojaat qiladigan bo'lsangiz, menimcha bu narsani sezsangiz kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan jahon tajribasi, BYDni tajribasini O'zbekistonga qo'llash eng asosiy bir maqsad bo'lgan. Sizlarning taqdimotlaringizga boraman. Juda menga yoqadi, juda zamonaviy bo'ladi va siz aytganda o'sha xalqaro standartlar bo'lardi. Masalan, menga yoqadi va juda ko'p odam bo'ladi va juda yaxshi prezentatsiyalar bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman bu yaxshi formula. BYD O'zbekiston Factory esa ishlab chiqarish texnologiyada maxfiylikni ta'minlagan holda sifatni doimiy mukammallashtirish, texnologiyani barqarorlashtirish yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarishni doimiy tannarxni pasaytirish, sifatni yaxshilash va aholiga avtomobillarni o'z vaqtida yetkazish bo'yicha o'z vazifalarini oldiga qo'ygan va men o'ylaymanki, bugungi kunda bu vazifalar ikkala taraf tomonidan o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilib kelyapti. Shavkatbek, sizga savolim. Elektromobillar odatiy an'anaviy avtomobillarga nisbatan bugun qimmatroq. Buni boisi nimada? Yaxshi savol. Bu yerda hali qimmat so'zini aytganimizda ko'pincha biz odamlar o'rganib qolgan boshlang'ich sotib olish narxini qaraydi-da. Asli ko'p zamonaviy yondashgan bo'lsak, total cost of ownership deydi. Ya'ni mana shu avtomobilni butun davr mobaynida, umri mobaynida xarajati hisobga olinsa, yana ham to'g'ri bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda elektromobillar an'anaviy avtomobillarga shu total cost of ownership nuqtai nazaridan yaqinlashib bo'ldi. Faqat bitta risk qolyapti, bu batareya. Chunki batareya agar qimmat narsa, agar batareya ishdan chiqadigan bo'lsa, mana shu yerda yutqizish bo'lib qolishi mumkin deb. Shu yerda ham aytish kerak, mana bizning zavodimiz batareyalarga 8 yil kafolat beradi. Batareyani eng ishonchli, ya'ni elektromobil tanlayotganda batareyani
ishlab chiqaruvchisiga qarab tanlasa ham odam adashmaydi desa bo'laveradi. 8 yildan keyin nima bo'ladi? 8 yildan keyin ham hech nima bo'lmaydi o'zi. Asli bizni avtomobillarimizga Xitoyda umrboqiy berilyapti BYD tomonidan. Biz shunga harakat qilyapmiz. Yo, uni kuchi kamayib bormaydimi? Yo'mqis deymiz, ya'ni nimasi kamayadi. Har qanday elektromobil nimasi, lekin u 10 yilda 80% kamayadi deyapti. 10 yildan keyin. Bo'lmasa yangi qo'yamiz. Uni ikkinchi hayotga beramiz. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsa, elektromobillar nega qimmat? Birinchi o'rinda mana shu akkumulyator hisobiga qimmat. 1 kilovat akkumulyatorning narxi oldin $130-140 bo'lgan bo'lsa, hozir mana sekin-sekin 100 ga tushdi, hozir $70 ga tushdi. Mana endi yaqin kelajakda $50 ga tushishi kutilyapti. Avtomobil batareyasining tan narxi kamayishi bilan birga uni sig'imi ham oshib boryapti. Mana biz yaqinda taqdimot o'tkazgan Sil 6 mashinamiz 2000 kilometrdan oshiq yuryapti. O oddiy gibridlar 1000 kilometr yurishini hisoblasak 2 barobarga akkumulyatorda sig'imi yuqori bo'lyapti. Bundan tashqari elektromobil, mana gibrid avtomobilga qaraydigan bo'lsangiz, unda ikkita silovoy agregat deymiz, ya'ni yuk tortish qismi, bu ham akkumulyator, ham motor. Ya'ni ichki yonli dvigatel jihozlangan, bu ham tan narxga qo'shadi va undan tashqari bunda juda ko'p elektron boshqaruv qurilmalar, sensorlar bor. Bular ham hammasi tan narxga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazar. Lekin servis xarajatlarini hisobga olib, umr davridagi xarajatlarni hisobga oladigan bo'lsa, elektromobil hamda uni qulayligi, dizaynini hisobga oladigan bo'lsa, shovqinsiz harakatlanishini, vibratsiya yo'qligini, tez yurish, tezlanish yaxshiligini, bu menimcha ancha yaxshi texnologiya bo'ladi. Har bir yirik kompaniyalarda o'zining korporativ etikasi qoidasi bo'yicha ijtimoiy mas'uliyat degan tushunchalar bo'ladi. Men savolim Azizbek aka sizga, bugungi kunda mana shu ijtimoiy sohada sizlar qanday loyihalarni ustida ish olib boryapsizlar? Albatta BYD ishlab chiqarish yo'nalishidan tashqari ijtimoiy xalqimiz ijtimoiy hayotida ham o'zini o'rnini egallash bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Birgina Jizzax misolida oladigan bo'lsak, Jizzax viloyatining Zomin tumanida, shuningdek Yangiobod tumanlarida juda ham ko'p loyihalarni amalga oshirdik. Agarda misol qilib aytadigan bo'lsam, 3 ta yo'nalishda aytishim mumkin. Birinchi yo'nalish aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga ularga yordam ko'rsatish, kerakli bir ko'nikmalarni berish yoki bo'lmasam ish bilan ta'minlash yo'nalishida. Mana ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini ish bilan ta'minlash yo'nalishida 100 ga yaqin aholini, oilalarni ish bilan ta'minlash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirdik. Bundan tashqari uyushmagan yoshlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni o'zidan 21 nafarini tanlab, o'zimizni Jizzaxdagi BYD zavodimizga ishga olib kirdik. Hozirgi kunda ular ham o'zining yo'nalishlari bo'yicha bitta mutaxassis bo'lib yetishdi-da, o'zining ish faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari aytish mumkinki, sport yo'nalishida ham o'sha yerda uzoq joylarda joylashgan qishloqlarga sport maydonchalarini qurib berish, futbol maydonchalarini qurib berish, keyin workout zonalarini tashkil qilish, yoshlarimiz o'zini bo'sh vaqtlarida futbol o'ynashlari yoki bo'lmasam qaysidir sport turi bilan shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratildi. Uchinchi yo'nalish yashil makon yo'nalishi bo'yicha mana Zomin tumanida, Yangiobod tumanidagi aholi bilan birgalikda ko'chatlar ekildi. Ham tadbirkorlik nuqtai nazaridan, ham ish bilan ta'minlash nuqtai nazaridan ishlarni birgalikda tashkillashtirib 25 ming nafar adashmasam ko'chat birgalikda o'sha ekib yo'nalishga qo'ydik. Yana bir eshitdim, maktab qurish loyihasi ham. Maktabni rekonstruksiya, eski bo'lgan rekonstruksiya qildik. Kuzgi qishki mavsumga tayyorlash maqsadida isitish tizimini, bundan tashqari maktabda o'zini rekonstruksiya qilish masalalari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni berdik. Tizimlar to'liq yangilandi. Hozirgi kunda mana bolalarimiz qishki mavsumda issiqxonalarda bemalol bilim olishlari sharoitlari yaratildi. Charchamanglar, bu savob ish juda zo'r. Rahmat. Endi Azizbek, oxirgi savol. Mana korxonani bizga qiziq, shu hali umumiy ta'rifda etib ketdik. Yaqin kelajakda qanday ko'ryapsiz istiqbollarini? Bugungi kunda odamlar albatta yangi modellarni kutyapti. Ular nimasidan farqlanadi? Narxlari qanday bo'ladi? Shu savolga javob bersangiz, men xursand bo'lardik. Hozirgi kunda korxonamiz bir qator sifat boshqaruv tizimi bu yo'nalishi bo'yicha sertifikatlarga ega bo'ldi. Bundan jumladan VCA, undan tashqari ISO 9001 sertifikati yana oldimizga mana maqsad qilib qo'ydik. Birinchi o'rinda hozir BYDning 3 yulduzlik zavodi sertifikatini olish. Hozir yil yakuni bo'yicha biz asosiy maqsadimiz shu. Bundan keyingisi
ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha to'liq quvvatli ishlab chiqarishga o'tishimiz hozir maqsadimiz. Bundan keyingisi mana modellar kesimini gapirib o'tdingiz. Modellarni albatta bu yil va keyingi yilga biz modellarni kengaytirish albatta rejamiz bor. Yaqin kunlarda meni fikrimcha buni taqdimotini ham o'tkazamiz. Keyingi yilga ham albatta xalqimizga arzon, sifatli yana bir boshqa turdagi elektromobillarni taqdim qilish niyatimiz bor. Albatta hozir buni ochiqlay olmayman, qaysi model va qanaqa ko'rinishda bo'ladi, lekin doimiy ravishda oldin shu suhbatimiz davomida aytib o'tilgandek, BYD doimiy rivojlanish, doimiy yangilanish, har doim o'zini ustida ishlash kompaniyasi hisoblangani uchun biz har doim xalqimizga eng yaxshisini, eng sifatlisini taqdim qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Rahmat sizga. Mana ko'rsatuvimiz yakunida bugun men suhbatlashib mazza qildim, chunki mana yosh mutaxassislar, yosh rahbarlar ishdan ko'ryapmanki zavqlanyapsizlar. Shuning uchun men juda xohlaymanki mana bugungi yangi avlod shu O'zbekiston aholisi, fuqarolari juda yaxshi avtomobillarda yurishsin, xavfsiz bo'lishsin, daromadlari ko'p bo'lsin va dunyodagi O'zbekiston, o'zbeklar hech kimdan kam emas. Shunday chiroyli olovlarda yurish, manzillariga yetish, sayohat qilish, ishga borib kelish hammaga nasib bo'lsin. Men o'ylayman bugun biz ko'rsatuvimizda ma'lum savollarga balki javob bera olmadik, lekin bu kelgusi bizning mavzularimiz bo'lib qoladi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga va BYD Uzbekistan Factory'ga juda katta omadlar tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.